Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Mana bugun yakshanba Platina mol bozoriga keldi. Bugungi obzorlarni xudo xolasa mana shu Platina mol bozoridan qilib beramiz. Videolarimizni homiysi bugun chorvador brendida asosida chiqayotgan Chorva Max yemlari. Men 10 yildan ko'rsatgancha chiroyli 10 yilda kelib qolibdi. 35 dan so'ra 38 dan so'rayapsiz bularni? 38, 35, 35. Ha. Mana bu kattasini 38 so'rayaptilar. Mana shu chetdisini qo'yanlarni 35 dan so'rayaptilar. Mana qora bo'g'oz ekan 30 ga bermadilar. Chiroyli buzoqchalik ekan, 10 jin bo'lar hammasi. Savdosini bersa. Aka bular nech bilan bo'lyapti? Assalomu alaykum. Mana shu savdo qilyapsizlar? Yaxshimisizlar? Qanaqasiz? Qasini mashina qilyapsizmi? Sotyapman. Ha, nech pulga tushdi? Bilan bir sinovga boqaman dedim, bir qop, ikki qop bermayman dedim. 10 qop olsangiz beraman. Ha, yo, yemxonalarda bor-ku. Qaysi yemxonada bor topaman? Joyingiz qayerda? Chinoz. Ha, Chinozda yo. Endi yo'ldan Bo'zsuvdan qarab topib ketaman desam. Ya bor, mana yangi yo'l andaqalada bor, yangi yo'lda bor. Ular nech pul qildi aka? Endi savdosini qilishyapti. Nech pulga 26 dan. To'rtalovi nima? Bermadingizmi? Yosh buzoqlar egani? Buzoq hali. Aka bozoringizni bersin. Yaxshi deb ko'rishaylik. Shu yemingizni bir sinab ko'ringlar. Ya, xudo xolasa. Oling. Baraka topasiz. Ko'ramiz, xudo xolasa. Sizdanmi aka bular? Bular ham sizdanmi? Nech puldan so'rayapsiz buzoqlar? 26 dan so'rayapti. Bularni bozor nima qildi? 23 gacha qilishyapti. Bermadingizmi? 23 dan bermabdilar bu buzoqchalar, 26 so'rayaptilar. Mashinasi limuzin ekan menimcha. Chat. Ha, chat shu yo yaxshi ekan. Hamma bilan ko'rsat. Aka bular nech pulda bas? Va alaykum assalom. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Nech pul ekan? 23 milliondan 35 milliongacha so'rayapti. 23 dan 35 gacha, ha. Anguslar 32 dan 35 milliongacha. Ha. Ikkita kattasi 35 milliondan so'rayapti, bular 32 dan so'rayapti. 35 million. 35 dan 23 gacha ekan-a? 23 dan 35 million. Ha. Bozoringizni bersa, sog' bo'ling. Ha. Hozir. Mana shu 32 million ekan mana mashinasi. Bu limuzinmi? Limuzinga tortmayapti rangilagan. Bozorini bersa, yurantda ham yaxshilari bor ekan. Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Ukam bilan nech pulda bas? Chiroyli buzoqchalar. 26 dan ana ular qoralar 32 mi? Ha, to'rttala 32 dan. Nima qildi mana shu qoralar? Nech pul qildi? Har xil qilyapti. Nech pulga chiqdi? 29 dan o'sha. Mo'jal 30 mi? Davay sotamiz. Ha. Qora anguslar 32 29 dan bermabdilar. Men maydalar nech pul dedingiz? 26 dan. Mana bunisicha chiroyli ekan jonivor. Aksilardanmi? Go'shtlar chiroyli narsa ekan. Qarab, uzoqligini o'zida bilinib turibdi yaxshi narsalar. Ham qarang, ochib. Telefoningizni ayting qo'yib yuboraman. 99lik. 99lik 546 546 06 06 ekan. Bozoringizni bersin. Bular sizlardan emasmi, og'irmaydi. Nech pulda olsa aka bularni? Otalarini olib kelibsiz. Yaxshi ekan jonivorlar. Nech pullandingiz? 40 milliondan so'rayotgan ekan. Sandanmi? 40 milliondan so'rayotgan. Bozor nima qildi? Yaxshi ekan, yemga tayyor ekan janob. Nech pulga chiqdi? 67 million. Ikkitasini 67 ga bermayotgan ekan. Zo'r ekan mollar ekan. Rosa yemga kelgan ekan. Telefoningni aytib qo'yib yuboraman xolasa. 99lik 886 8958 ekan. Mana shu buqa kelsanglar qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. O'z qanaqasiz? Yemingizni biz ham yangi o'tiramiz tinchlikda. Ha. Shu yemingizni bir qayerdan olsak bo'ladi, bir ko'raylik. Aka yangi yo'lda bor, ani Mixailka degan joyda bor, mol bozori oldida bor. Tinchlik atrofida yo'qmi? Ketgan Zangat atrofidami? Bo'lishi kerak aka. Andaqaga zavodga qo'ng'iroq qiling, lokatsiya beradi. Bor, shu yerda bor. Effekt qanaqa? Effekt zo'r aka. Zo'r. Endi ani yoqsizroq qilyaptimi molni? Aka 3 oy ushlasangiz zo'r.
3 oydan o'tsa o'sha yog' yig'adi. ikkita uchta zo'ri bor kattasi. Ha, ha. O'shalarga berib bir sinab Ya ko'rmoqchimiz. aka sinay mana katta fermalar sinovdan o'tkazdi. Hozir normalga ketyapti. Aka oling baraka topasiz. O'shan o'yingizdan so'raydi otni. Yo aka ishonchli xudo xolasa. Tinch bo'ling. Xo'p. Aka bu qoralar nech pul deyapsiz bu angushlarni? Assalomu alaykum. Qaraqsiz. Nech puldan sotildi? 30 milliondan bo'ldimi? Nechtasini? Ya zo'r bo'pti. Maza qilib boqarkansiz-da. Ya zo'r mol olibsiz, buyursa. 30 milliondan ketibdi. Yaxshi narsa ekan. Shiralari ham yaxshi ekan jonivorlar. Yemga tayyor. Ha, qara polvon yem yegan mollar-da. Barakasini bersin, olgan ham sotgan ham baraka topsin. Bu qizillar nech pul bo'lib ketdi? Qanaqa ishlar? So'ms charchamasdan. 26-25 yarim kam bor. 26-25 yarim ekan. Bozor maqilda? Bozorda sotdi 26 ga. O chetdinimi? Ha. Tasini 26 ga sotibdilar. Bozoringizni bersin. Salom, yaxshimisiz? Bu qora anguslar nech pul ekan ukam? 27 dan 33 gacha ekan. Qanaqa zo'rlarni olib kelibsan-ku? Fermada yana bor. Yana bormi? Maydarog'i nech pul mana bu? 27 dan nechigacha deding? 33 gacha. Sotdingmi? Sotdim, 5 ta aralashtirib 30 dan berdim. 30 danmi? Telefoningni yetib qo'yib yuboraman. 99lik. 99lik 409 409 69 65. 69 65. Mana shunaqa anguslar kerak bo'lsa qo'ng'iroq urasizlar. Nechta bor fermada? Fermada 100 tacha bor. Barakasini bersin. Bozoringni bersin. Bular sizlardanmi? Kimdan ekan bular sizdanmi? Nech pul so'rayapsiz aka bular? Manmimi? Ha. Moshina ekan. Nech pul so'rayapsiz mashinga? 34 million kami bor. Bozor nima qildi aka? Zo'r ekan. 30 million. Bermadingizmi 30 ga? Bu bambicha oqboshcha. Bizlardan. Bu nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. 30 ga. Nima qildi aka? Bozor. Aka hech narsa so'ramadi ham. Mo'jal nech pul? 30 dan baland bo'lsa kerak. Sizlarga berib yuboraman. Berib yuborasizmi? Yaxshi boqilgan ekan jonivor, eti ham yaxshi. 30 ga berib yuborar ekanlar. Taroz qo'ymagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, uydan olib keldim. G'azal keltiraman. 400 kilo atrofida bo'lsa kerak jonivor. Sal qochmasa, lekin mol shirali. Bularni aka ikkalovini 30 dan so'rayapsizmi? Men bilan 30 dan so'rab. Mana nima qildi mana buni bozor? Buni 27 million 200 qilishdi. 27 million 200 ga bermabdi. Oqqichi. Yaxshi ekan mana bu. Zo'r ekan. Assalomu alaykum. Taqsir qanaqasiz? Tinchmisiz? Bu buzoqcha nech pul ekan shvet? 25 so'rayapti. Bozor nima qildi? 21 million. Bermadingizmi 21 ga? Bozorsiz. Ya hormaylar. Bu qizil buqalar nech pul ekan? Yaxshimisan? 33 kami bor, 30 dan kami bor. Mana bu 33 ekan. Buni naq qildimi? 30. Bermadi, yana 30 ga. Men bilan 30 dan so'rayapsan. Bular naq qildimi? 54. Nech pul deysan? 54 ikkitasini. Narigi qizil ham sandan qotdi. Savdo qilyapti, qancha qilyapti. Ha. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti bu buqalar? Bormisiz? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Qanaqa ishlar bo'lyapti? Men 4 tasi bo'lyaptimi? Bittasi bo'lyapti. Men qizilmi? Shundaki men bu. Nech pulga tushdi? 27 qildik. Nech pul qo'shilyaptim? 27,5 bermabdi. Ha, 27,5 ga bitmabdi. Men bu bozor 27 qilyotgan ekan. Men bular kechigilar shekilli. Kechigan. Ha. Bular nech puldan so'rayapti? Ular 30 oldi. Sizlarni Ya'ni Assalomu alaykum. Endi bizni do'konga kelishtirib berdi. Alo. Qimmat aytishyapti bolalaringiz. Aka yemi ne qimmat etadi? Uni boqib ko'rsa biladi uni arzon qimmatligini. 220 qilib. Ha, aka uni boqsin-da, natijani ko'rgandan keyin uni hozir sizga arzon yem olib natija ko'rmagandan nima foyda? Aka, mana yaxshi mol kichkinasi ham falon pulda, yaxshi narsa qimmat aka. Bu gapingizga qo'shilaman. Ha, shuning uchun siz aka buni berayotganini hisoblamang-da, olayotgan foydani hisoblasangiz, o'shanda to'g'ri bo'ladi.
nima dedingiz taqsir? 7 lekin to'g'ri eng qimmati 5,5 ming kunjara bo'lishi mumkin. To'g'ri aytyapman. Lekin ichida tuzi bor, nafsi bor, proteinini ko'proq olgan, berib ko'rdim yaxshi. Baraka topyapsizmi? Yaxshimi? Ha. O'xshatib ko'rdim. Ha. Rezultat ko'rdim. Odamzod ham har xil ovqat yesa semiradida. Bir xil narsa yesa. Effekt ko'rdingizmi? Ko'rdim. Lekin qani bizga yaqin bo'lsa 200 Aka bilan olmaysanmi deyman, olsa. Olyapti bo'ldi, mana oldi ko'rdim. Bular mashinalar olgan. Mashinalar ko'proq. Havoda. Yemizga lekin rostdan. Yaqinroq turingmi? Endi olinglar maqtov 35 dan. Ya, u maqtashda emas. Bu men uni 10 ta 10 marta maqtay, agar yaxshi bo'lmasa uni foydasi yo'q. Agar bizga ham uygacha kelsa shikolat ekan. Bizga faqat ustun kelyapti. Endi dastlabki boshqari, dastlabkada Lekin o'sha. bitta qopga 20 ming so'm ko'pda. Yo, siz borib olib keting zavoddan. Bozoringizda bersin. Charchabasda. Qaysilarni olib keldingiz? Bu oq boshlash bilagan. 35 liramiz. Bozorma qildi aka. Buni 31,5 32 Gibrid ekani, semiz ekani jonivori. Ha, yo yaxshi ekan, qalin narsa ekan. Bularchi? Sizdanmi bular? Necha pul so'rayapsan bular? Kelov sandanmi? Bu akamlardaman. Ha. Sen qasini 34 da buni? Bozorga nima uchun 34 so'rayapsiz? Bozor necha pul qildi? 28,5. Mo'ljalli bu. Bozor nasiba. 34 yomon qimmat so'rayapti. Pul zarilmi? Mana kimdan? 40 million so'rashyapti. Ha. Bu odamga ham pul zarillagan. Bu qanaqada bu? Nima semitalda? Ha, oyoq og'rib qopti. Suv charchab. Qanaqa o'zing ishni? Hech pul ekan? Sani olmaymiz, molingni olamiz. Molingni tanib qolishmaydi. 45 million so'rayapti. Semitalagani bozorma qildi. 40. Bermading 40 ga. Qoyilman, 40 ta bitmabdi. Bu semitali borgan sari bozorda narxi oshyapti, talab ko'payib ketyapti. Bozoringni bersin. Aka nech pul ekan bu? Alaykum assalom. 30 kami bor ekan. Bozorma qildi. 27,5 ga bermabdilar, shu 28 bo'lsa kerak mo'ljallar. Bozoringizni bersin. Mana sizdan naqa. Hamma mollar qancha berish kerak? Men yemizdan beryapman-da, yonmay qoldi-da. Qandoq molingiz? Mana. Mashinami? Solmanda. Mana mashi 3 kilo yesa, ko'tarsa 3 kilo. Yonmadda shu. 2,5 kilo. Mana qarang. 400-450 kilolik buqa 3 kilo yeydi. Mana bunga o'zi men endi ye olsa dedim-ku, yonmasa 2,5 kilo. Lekin bir oyda ozgina qo'shasiz. Bir oyda yaxshi besa oladi. Kaloriyasi kuchli. Mashina endi 400 ga bormaydi-da. Yo'q, borma. Ha, 400 ga bormaydi. Kilocha berdim-da. Ha. Yedida ozgina qoldiryapti-da, shunga yetolmasdi. Nimaga qo'shib beryapsiz? O'zini beryapman. Ya o'zini bermaydi, o'ziniga yolmaydi mol. O'zi juda kuchli, uni silyozga yo'q, hashaga qo'y, uni o'zini yolmaydi mol, og'irlik qiladi. Mana ikki mash xuddi mana shu buqiga 2,5 kiloga 3 kilo silyoz bering. O'zini hech qachon bermang, og'irlik ketadi, yem kuchli. Shuning uchun ana 2 kilodan masalan 2 kilodan 2 mahal bering, 3 kilo silyozga yo ozgina yarim chelak hashaga qo'shib bering, o'zini hazm qila olmaydi. Yem kuchli. Ha, uni o'zini bermang. Lekin o'zgardi-da mol. Yaxshi o'zgardi, bilindimi? Mana mashina. Ha, shu ham. Mana mashina bizani yemda 20 kun boqdingizmi? Ha, oriq edi-da mol. 20 kunda qanaqa bol jonivor. 2 kilo yog'madi, 3 kilo yemadi mana shu. 2 kilo yedimi mana? Mana shu buqani ko'rsatga, ha. Necha mahal berdingiz? Bir mahal 2 kilodan beribdilar. Silos keper. Ha, o'lmay. Mana o'zingiz boqishdan oldin barib ko'rgansizmi mol qanaqa bo'lganini? Nech pul qilyapti chiroyli semitalagan? Hozir 36,5 qilyapti. Hozir nechta? 370 380 ta keldimi? Tortib ko'rmadim. Tortmadingiz-a? Ha, lekin mol oriq edi-da, olingan. 20 kunda zo'r olganman buni qara, 20 kunda jonivor. Hozir nech pulga chiqdi deyapsiz? 36,5. 36,5 ga bermabdilar. Has, borgan sali semital mashhur bo'lib ketyapti bozorda. Ne ot to'polon qilyapti. Chiroyli ot ekanlar. Yemizga gap yo'q, zo'r ekan haqiqatdan. Duo qilishyapti. Duo qilishyaptimi? Duo qilishsa o'zi niyat shu xalqi duosini oling, hali Ancha foydasi deyapti. ha, o'sha hali chiqargan yemiz avvalo xalqqa manfaatli bo'lsa, Shunaqa. foydasi keyin bo'laveradi. Tinch bo'ling.
Mana bo'yni uzun ekan. Nech pul ekan mana shu? Bozor nima qildi? Bo'yni uzun ekan. Nech pul qildi dedingiz? Qilmadim. Mo'jal 30 mi? Niyatsizga yeting. Ha, mana bu ham zo'r ekan. Bu sizlardanmi? Kimdan ekan bu? Manda, assalomu alaykum. Nech pul ekan? Va alaykum assalom. Qanaqa? 38 ekan. Mol zo'r ekan u, bozor nima qildi? Bozor 32,5 qilyapti. Ne bermading? 33 mi mo'jal? Ozgina boryapmiz. Mol zo'r ekan qattiq. Bo'yni ham, qo'li ham har taraflama kelishibdi. Bozoringni bersin. Sizlardanmi? Nech puldan ekan bular? Mayda ekan bu mollar. Qalaysan, yaxshimi? Nech pulda olsan? 25 dan so'rayotgan. Bozor nima qildi? 5 tasi 110 million. 110. 5 tasi. Şu anda 22 dan bermabdi. Ana chiroyli ekan. Chiroyli pul bo'ladi-da. To'g'rimi? Sizdanmi aka? Kimdan? Kimdan ekan? 30 million desa kerak. Bu buzoqcha nech pul ekan? 30 gram boryapti. 30 kami bor ekan. Bozor nima qildi? Yem yegan ekan. Nech pulga chiqdi? 27 ga berma. Shvet nech pul ekan? 32. Bozor nima qildi bozor? 28 ga bermabdi. 32 so'rayapti. Orqasi yo'q ekan jonivor. Bozoringni bersin. Qora sizlardanmi? Kimdan ekan bu? Zo'r ekan mana shu. Qalinligini qara, toza. Kimdan ekan bu? Juda toza narsa ekan. Orqalarining qalinligini qara. 40 million bo'lsa kerak bu ham. Aka bu ola nech pul ekan ola? 25 million. So'ravosim 25 million. Bozor nech pul qildi? 23 ga bermabdilar, 25. Ya ko'rinib turibdi, ha. Oq kipri yaxshi ekan. Qaysi savdo bo'lyapti, qormaylar, assalomu alaykum. Hangusmi? 73 mingdan tarozi. Taroziga 73 ming qo'yasizmi? Zavosmi? Bumi? O'zi tortib. Badan Kelar 360 ta kelar. 300 ta kelmaydi. Ya to'g'risida kelmaydi, 360 370 ta keladi, lekin to'g'risida kelmaydi. Bular uzoq qimmat yuradida bular. 74 mingdan. Manbami? Nechta keldi? Badan buniki nima yorib yuboradisan, ishonmaydi. Ana unaqa. Mana bu shirali ekan. Yorib yuboradi mana. Endi mana buni turuvi boshqa-da. 350 ta, 280, 70 gacha. Bumi? Ya. Bormaydi. Vallahi. Mana bular ham zo'r ekan. Shunaqa. Ana shunaqa. Sizdanmi? Nech pul ekan aka bular? 45 dan bozor nima qildi? Kel 72 36 dan qilibdi-da. Taroz qo'yganmiz. Shavkam tayyor bo'lib qolibdi-yu bular. Lekin mana bunisi bor ekan. Mana bunisi boqish kerak ekan, mana bunisi yaxshi anaqa yana. Lekin kelavini boqaverasiz. Hali joy bor mollarda. Lekin mana bunisi so'ysa ham bo'ladi-da, jonivor yetilib. 72 36 dan bermabdilar. Bozorni bersin, mo'jal nech pul? Yeting mo'jalingizga. Aka sizdanmi? Savdo qilyapti mashina. Aka nech pulga tushdi? Assalomu alaykum. Sizni yemingizdan keltirdim. Nech pul qildi mana shu qorani? 607 kilo keldi. Qancha vaqtingiz? 2 oyga zo'r-ku aka, 2 oyga qarang yetilib qolibdi jonivor. Buni kestiring. Savdoz pishmasa so'ydirib yuborasiz. 6 ta. Hammasiga berdingizmi yo mana buni o'zigami? Hammasiga. 2 oyda
Mollarni qara, jonivor yetilib qo'yganni. Zo'r. Sizdan emasmi, aka? Salom alaykum. Shunaqa yaxshi. Qanaqasiz? Tinchmisiz? Bu kimdan? Sizdanmi? Hech bo'lagan. Bozor nima qildi? 27. Taroz qo'ymagansiz. 27 qilibdi. Mana qara, shirasini qara. Balandmi? Kattalog'ini olish kerak. Aka, siz Instagramga chiqasiz? Topdingiz? Sizga podpiska tashlaganmi? Bilaman, ko'rib turaman seni ham. O'zing yaxshimisan? Tushunsan, nima harakat? Nima olib chiqding? Bular javob sotamiz. O'xshadimi? Sotdingmi? Bozoring bersin. Bu nech pulagan bu? 29 so'm. Zo'r bu qilgan, chiroyli ekan. Bozor nima qildi? 25 bo'lsa sotib yuborasiz. Yaxshi bo'yni uzun ekan jonivor. Aka soting, o'jazga yeting. Sizdan nech pulagan? 36 kami bor jonivor. Bu ertaga bu agar yemlansa ham ko'pda bo'ladi, ishib ketadi jonivor. Joyi ham zo'r ekan, badani ham yaxshi, anaqasi terisi yumshoq ekan. 36 so'roz bozor nima qildi? Chuchvara quloq ekan-ku. 31,5. Taroz qo'yganmiz? Yo'q. 31,5 ga bermabdilar. Qanchaga? 31,5 ga. Endi zo'r kalt ekan anaqasi. Ha, seni 31,5 ga sal. 30 ga bo'lsa ham bo'lsa 470 ta kelsa kerak janu. — 28 ekan bo'ldi. Bozor nima qildi? 25 bermading. Bozoringni bersin. Mana kim sizlardanmi? Nech pulga chiqdi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Nech pulga chiqdi? 61 mingdan Kimniki bu? sizga bu. Yaxshi mol ekan 61 mingdan. 2 mingdan biz sizga oldi dedik. 62 ming. Ha, yomon yetmabsan. Mobayllarga to'g'ri. Qonni ham bor ekan, qonni ham bor ekan. 62 dan olgin deyapti mana shu qani. Mana shunaqa olsa hisobi bor-da, mana shu bor. Olgan odamga hisobi bor. Aka bu ola nech pul ekan? 35 kam bor ekan. 35 kami bor. Bozor nima qildi? 31,5 pul. 31,5 ga bermadilar. Mol 5 ta kelib qolsa kerak, yo o'tarmikin 5 tadan. Katta narsa ekan. Narigi qoram bilmaysizmi savdosini? 60 dan tarafga bermadi. Ha, galishdagi chatishgan endi yomon emas, go'shtdorligi yaxshi. Ha. 60 mingdan tarozga bitmabdi. Boqsa ham bo'ladi jonivor. Bozorini bersin. Qiziq odam ekansiz. Oka, qaysi savdo bo'lyapti? Mana shuni olmaylar. Manmi? Ha, shu. Nech pulga chiqdi? 62 mingdan taroziga. Siz so'rayapsizmi? Yo'q, akam qilyaptilar. Bering, yaxshi qilibdilar. Xudo xolasa. Men sim qo'shing deyapsizmi? Ha, 63 bering oyin dedim. Skidga bormi yo'q? Ha, bor, 200 ming olib qo'ying chiqqan pulidan. Tozasiga so'rasalar berib yuboring. Beramiz. Lekin kelishib qolibsizlar. Akam. Ya, aka. Lak bosib qo'ygansiz. Lekin Akam yaxshi. 62 so'rayapsizmi tozasiga? So'yasizmi? So'yaman deyaptilar. 200 ming o'tib ber dedim, chiqqaniga bo'ldi. 62 mingdan bo'ldi, bor ekan. Toza bo'lsa olgin deyaptilar. Bexayr sotmadi. 200 ming talashayotgan ekan sizlarda. 3 kelaga. Mayli. Oyin aka bo'ldi, bor. O'rtasidan bo'lib yuboringlar, xohlasiz. Aka, ko'ring aka, jon. O'rtasidan bo'lib yuboring, xohlasiz. Ishinglar bitsin. Degan emas. Kelishib qolibsizlar, bozor sizlar. Narigini ham olib qo'ying. Qaysini? Maniki. Ana o'sha bola bilan Mirzabek gaplash mana amakim bilan. Manmi? Ha, narigi. Nech pul u? 28. Bozor nima qildi? Ashuna 62 dan 200 ming talashayotgan ekan. Lekin sotgan odam yaxshi sotgan bo'ladi, 62 dan sotsa bor, qorni katta mollar. Hozir bundan oldin ko'rdingmi, qizil qanaqa 62 dan olgan deyapti. Aka bu ola nech pul ekan? Yo'vosh ekan jonivor. Nech pul deyapsiz? 45. Ha, rosa yetilibdi-ku. Bozor nima qildi? Tarozgami? Siz nech pul 63 bo'lsa olgin deyapsiz. 65 kam bor. Mol jonivor yomon yog'liq ekan bor. Yo. Qancha boqdingiz? Buni uzoq boqdingizmi deyman. Rosa uzoq boq.
Jonivor rosa yog' boylabdi-ku. Foizni zo'r beradi. Hali 3 ga sotsangiz ham toshga 2 ga boradi. Bozoringizni bersin, men kimdan ekan? Sizlardan emasmi? Nech pulda bo'lsa, aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmi? Katta mol olib chiqib olibsiz. 50 million a? Bozor nima qildi, aka? Bozor xarsang so'rayapti 61, 62. Tarozga. Tarozga so'rashyapti. 63 bo'lsa berasizmi? 64 bo'lsa beraveramiz. Narsaga skidka qilib beramiz. 65 soting, aka. 64 dan skidka qilib beramiz. 60, aka. 63 bo'lsa ham yomon emas. Bozorga u vaqtda yaxshi ko'taribdi, 62 dan olgin yotdi deysiz. U bola 64 ga yotdi. Yoqsiroqda shunchalik qolmizdi. Bumi? Ya u ham shunaqa. Bu endi bozorda bu aka, hali haqiqatda yog'siz ekan bu. O'rta badan, ha. Hali so'ygan odamga go'shtdor. Foiz yaxshi beradi. To'g'ri. Berib qolar. Ha, berib qolar, katta narsa. Oldi perida bilan qarang. Oyog'ida nech pulga chiqdi shunda? Naq berdim oyog'ida. Emas, tarozga so'rashyapti. Aka, bozoringizni bersin, menmi ham yaxshi ekani. Buni oldinglarmi, sotyapsizmi? Nech pul ketdi? 64 tarozgami? 64 mingdan tarozga berdi. Aka, bu qora buqa nech pul ekan? 28 ga. 28. Va alaykum assalom. Turuvi chiroyli ekan. Otga o'xshab turibdi. O'shadi bu yoshi bu chiroyli bor, yoshidan bozor yurgandek, bozor chiqsa biladi qanaqa turish. Ha, o'shani aytaman, hali sahnaga chiqqanda chiroyli ko'rsatib beryapti o'zim. Nech pul qildi aka bozor? 24. 24 qildi. Bozoringizni bersin. Qo'shishtasi. Aka, bu nech pul ekan? 30 million ekan. Yaxshi ekan. Bozor nima qildi aka? 27,5 ga bermabdilar. Jonivor gibrid yaxshi ekan, gardonlari ham qaragan, qarichim yetmayapti. Aka, bu shvet nech pul ekan? Salom. 30 million kami bor deysizmi? Bozor nima qildi aka? 27,5 ga. Katta narsa, arzon 27,5 ga bersalar agar arzon. Katta mol. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, sizmi? Akamizni nechga kelasiz o'zi? Siz halolni aytasiz. Sizdanmi? Bir qiziq, biz dehqon edik, ammani Sotyapsizmi, olyapsizmi? sotyapman. Nech pul qildi bozor? Bozor nima qildi? Buni anasi Nechta ko'ryapsiz? Gara ko'ryapti. Go'shi nima? Ya, unaqasi kerak. Bo'yni yog'i giri kela olmaydi. Yana xudo biladi-ku. Nestadingiz? Siz bo'lsa Triga bir 545 erta kelib qolsa kerak, vallahi halam xudo biladi. Yo'q, oshatdingizmi? Sal oldidan yem yeydi-da. Oldi kamera, orqa keng, oldi perida o'yoqroq. 550 ta chamalab olman. O'zi to'g'risidan ham adashmasda 5 kilo farq qiladi. Ya endi xudo biladi, endi bir Shunaqa o'zi bilguvchi. bir adashib topib qo'yamiz abi. Yo'q, endi. Nech pul 33 qilyapsizmi? 34 bo'lsa berib olasizmi? 35 siylayman dedim lekin. Lekin 34 14-mayda 2 yoz bo'ladi-da. 34 ga sotsangiz ham olgan odamga hisobi chiqmaydi. Yo'q. Mol kelsa ham kaltaliga bor, ko'ryapsizmi? O, mol ko'ryapsizmi uzunligini? Bu sal bir qarshi kalta. Ya, bu anularga nisbatan bu anaqasi sal kaltalik. Lekin o'z uchun bilmaslikda tortib ko'ring. Balki Alloh berib olmadim lekin. 600 ta kelsa 35 emas, 38 sotib yuborasiz. Ana. Ya, adash 8 millionga sotib yuborasan. Ama endi adashmayin deyman-da, boquvchi adashmayin deyman-da. Hammamniki edi, xolis bizaniga. Biz sigir bozordan biroz mol. Bozoringizni bersin, aka. Ravshan. Bu nech pul ekan shvet? Semiz ekan qara. Aka, nech pul ekan shvet? 25 so'ra. 25, arzon aytyaptilar. Bozor nima qildi? 22 ta arzoni.
25 so'rayaptilar, 22 qilibdi. So'yib yuborsa ham bo'ladi. Hisobi bor. Semiz ekan bor. Ha bilan ko'rsatchi, voy voy. Qanaqa ishlar sandanmi? Yo'q, yo'q. Degan Ha. Mana men ko'rsatdim, mana oqsil mashina qilib qo'yapti moldan oyog'ini boru. Moldan qiynab qo'yapti oqsillarni. Ha. Ana olib kelgan mazini so'rasan. Hamda ham oyoq olyapti sekin. Yomon katta buqaligana. Bularni hech pul so'rayapsiz? 38 so'rashyapti. Nargina 38 so'rayapti ekan. 24 kamera. Buni 24 kami bor ekan oxiri. Mana shu qizil 38 degan mo'jal 35 bo'lsa kerak. Jonivor juda polvon buqa ekan. Shirasi ham zo'r ekan jonivor. Aka bu qora nechi pul ekan? 25 kam bor. 25 kami bor ekan. Ha, yurtcha. Aka sizdanmi bular? Bular nechi puldan deyapsiz aka? 36 ga 40. 36 dan keloni 36 dan. 36 dan so'rayapsiz men qildimi? 36 davomdan 40 ming so'm so'rayapti. Ha, 36 mana bu jingeli sarun 36 so'rayaptilar, mana buni 40 so'r. 40 so'rayaptilar. Bozor nima qildi aka? Keloni 70 millionga bitmabdi. Bozoringizni bersin. Ha, sizdanmi aka? Nechi pul ekan? 35 ekan bu shved buqa. Yaxshisi ekan, tozasi ekan. Bozor nima qildi? Mol uzunligini qarang molni. 31 ga bermabdilar. Mana bu kalmik degan zotdan olib kelishdi bu yoqqa. Sizdanmi? Kimdan ekan? Ha. Kalmik. Ha, kalmik. Ha, bir tekis ekana. Bular sizlardanmi? Nechi puldan ekan? 38 dan so'rayotgan ekan. Bozor nima qildi? 31 dan bir tekis bermabdilar. Bu tushga bo'lsa kerak mo'jal. Ha, bularni yaxshi tarafi boylab boqishga zo'r shoxadan. Sizdanmi? Savdo qilyapsizmi? Qaysi birini? Mana buni nechi pulga tushdi mana shu? 63 mingdan. Tarozga qildisa, egasi bermadimi? 64 dan olgan turibdi. Ha, qonni qotdi. 64 bo'lsa olgin deyapsizmi? Oyog'ida nechi pul so'rayapsiz? Kam bor. 50. Nargis kimdan? Uni nechi pul deyapsiz nargisi? Bu ham 50 kam bor. Buni ham 50 kami bor ekan. Mana bunisi polvonroq ekan. Bozoringlarni bersin. Rahmat. Yurtchi. Bu ola nechi pul ekan? 27 ekan. Yaxshi ekan, polvon ekan. Bozor nima qildi valik masalan? 24,5. Taroz qo'ymagan bo'lsangiz kerak. Turistlarga borib bormasa kerak mana shu buqa. Yaxshi qalin buqa ekan. Bu qorani oldingizmi? Nechi pul bo'ldi? 23 million. Zo'r bo'pti. Buyursin. Yaxshi yirik narsa ekan. Bu ola kimdan ekan? Ola sizlardanmi? Nechi pul ekan? 36. Semiz buqa ekan. 36 so'rayapti. Jonivor. Molni yog'i, ha, yog'li mol ekan. Bozor nima qildi? 33 ga bermabdilar. 30 so'r bo'lsa sotib oladilar. Bucha? 31. Bermadingizmi? Taroz qo'ymaganmiz. Oqsildan chiqqan ekan jonivor. 31 ga bermayaptilar bu o'g'lan, lekin yaxshi qalin narsa ekan, chiroyli mol ekan. Bozoringizni bersin, mana bular kimdan ekan?
Zo'r ekan, mana bu smetalni qara. Oka, mana kimdan ekan bu katta, sizlardanmi? Qarshi mochli ekan. Ko'rsatgan. Mana smetalni ko'rsatgan. Voy, bu 1 tonnadan. 1 tonnadan oshuv bo'lsa kerak. Sizlardanmi? Necha pulga chiqdi? Necha pul? Tarozgami? Ha, tarozga 70 ming qilayotgan ekan. Oyog'ida nima so'rashyapti o'zi? Oyog'ida naq qilmaysizmi? Bu 1 tonnadan oshuv. Zo'r, so'yasiz. Boqasizmi? Lekin boqsa ham bo'lar ekan-ku, lekin o'zi hozir esa tobida borib qoladi. Girkamga borib qoladi. Ozgina qochsa kerak, yana xudo biladi. Qochadi ozgina. Molni yog'i yo'q-da. Savdosi pishsin. Ha. Maza qilib chopadi. Oka, yaxshimi? Bunisi kimdan ekan? Bu kimdan ekan bu? Voy, yaxshi qara, katta buqa mana oldi, jo'ja bo'lib qoldi. Men qizil sizlardan emasmi? Yaxshi ekan, mana shu qizillar ham. Sizlardanmi? Necha pul deyapsiz? Kelavini, bozor necha pul qildi? 62 dan taroz. 63 bo'lsa berasizmi? Jonivorlar o'sha so'yishga kelganda bularni boqmas qimmat. Bu semizni mana hisobi bilan turibdi. Boqmas qimmat. Bozorsiz bersin. Sherzod, bu qora necha pul ekan? Ha, 32 kami. Semiz ekan molingni. 32 kami bor ekan. Bozor nima qildi? 28 million 200 qot. Assalomu alaykum. 28 million. Yaxshi hisobingizda. 200 qildi. O'g'lingni olib chiqmadingmi bugun? Chiqdi. Chiqdimi? Mayda deyapti. 28 million 200 qildi, bermabdi. Badani yaxshi. Badani yaxshi. 28 million 200 ga qolmayapti. Kam bo'lsa ketadi. Ketadimi? Sot. Oka, bu nech pul ekan? 26 kami bor ekan. Yaxshi. Yemga tayyor ekan. Bozor nima qildi aka? 23 bormi? 22. Soting, bozorni bersin. Mahmud 28 aka 53 25 ga kiloga 53 so'rayapsan. Bozor nima qilyapti? Hammasini 21,5 qilishyapti. Hammasini 24,5 qildi. Ha. 24 ham 46 ga chiqibdi-da. Bozoringni bersin. O, bugun oluvchi yo'qmi? Bugun oluvchi yo'qmi? Nech pul u? Sandanmi? Etchi qani? Nech pul? 30 ber, aka, o'zini siyladi. Qotgansan a buni? Qotmadim aka. Siylovi qancha? Nech pul o't berasan? Nech pul ber? 25 ber olib ketaman. Endi zo'r qilaman aka. 26 gacha. 27,5 million so'm bo'ldi aka, halol aka. Mana shu gap yo'q. 27,5 ga olgansan. Halol aka. 28 bo'lsa berasan a? Bo'ldi. 28 bo'lsa ber ekan. Voyga semizku voyga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz Biz YouTube'da ko'rib turadigan yem anaqasini qiladigan mana aka. Baraka Yemni qayerda o'zi sentri? Ipodromda. Ipodrom yaqin joyda. Ha, o'xshab bemalol. Nakatsa yaxshi. Pastdan ko'rib qolaman, bu akani ko'raman-da. Yem chiqaradi mahsulot, molda ham bitta yurib ko'ramiz. Sog' bo'linglar. Nech puldan berib voyga olan? Qotdan nech pul ketdi hozir? Biz so'raman. Voyga semiz buqa 62 dan beraman degandek qilyapti. Olding buni? Nech pul sotding? 62 dan bo'pti. 62 dan. Ha, 62 dan yaxshi bo'pti. Bolam yaxshi.